Fartkor. Agar unda bir marta o'lsanglar tamom, qaytib turilolmaysizlar. Xullas men shunda 100 kun o'zimni sinamoqchiman. Chiroyli uylar va yana bir ikkita narsalar qurmoqchiman. Qani ko'ramiz qanday yo'l ekan. Go. Xullas mana birinchi kunni ham boshlab oldik. Mana men bu qiraya o'tiribman. Men bu yerda ozgina bambuklar ham bor ekan, o'shalarni ham olib ketdim. Keyin esa uzoqda portal ko'rib qoldim va o'shanga borishga qaror qildim. Keyin esa yuraverib kech bo'lganini sezib qoldim va o'zimga bitta joy taxlashga qaror qildim. Keyin esa o'tiraverib ichim qisib ketdi va men bu yerdan siltashga qaror qildim. Siltayotgan paytim esa ikkita skelet aka meni o'ldirmoqchi bo'ldi. Keyin esa dalada yurish xavfliligini bilib, astagina o'zimga yana bitta joy qurdim. Ana endi polni tunni shu yerda o'tkazamiz. Va уже ikkinchi kunimiz ham boshlandi. Ana bu yerda esa ozgina cho'chqachalar bor ekan, bularni ham keyin esa kadrlarni ham olib ketishga qaror qildim. Boya cho'chqalar yetmaganday men bu mollarni ham ko'rib qoldim va keyin esa yo'lda ozgina ko'mir ko'rib qoldim va o'shani ham olib ketdim. Yurib ketayotgan paytim esa bitta portal ko'rib qoldim va uni ham xullas kech bo'layotganini sezib qoldim va astagina uxlashga qaror qildim. Keyin esa yurib ketayotgan paytim to'g'ridan bitta qishloqni ko'rib qoldim. Baxtimga unda Black Semiz ham bor ekan. Keyin esa nima bo'lganini o'zlaridan bilasizlar. Xullas village yaqinida ozgina toshloq joy bor ekan, o'sha yerda hamma ko'mirlarni olib ketdim. Mana shu joyga men o'zim uyim quraman. Kakras kech bo'lyapti ekan, yotib uxlaymiz. Endigi navbat esa tolga daraxt chopishga. Xullas boya chopgan daraxtlarim yetmaykan o'zim uyim qurishimga, o'shaning uchun men yana daraxt chopaman. Menimcha shuncha yetsa kerak. Xullas 2 stak tosh ham qozdim, bilmayman nimaga qozdim, menimcha tomga bo'lsa kerak. Keyin esa men bu yerda bitta akachani ko'rib qoldim. Bu brat menga hech nima bermayotgan va birdaniga bu brat o'zidan o'zi yo'qolib qoldi.
Keyin esa narsalarni olib turib uyda qurishni boshladim. Keyin esa uyda qurib bo'lgan paytim bir ikkita mehmonlarni ko'rib qoldim va ularni yoniga bir borishga qaror qildim. Undan oldin esa o'zimga yangi qilich yasamda akalarni ko'rishga bordim. Atak o'lishimga sal qoldi, no mayli. Keyin esa orqaga qaytib, hamma narsani uyga ko'chirdim. Undan keyin esa bitta g'or topdim va o'shanga borishga qaror qildim. Asherda bilmasdan Endermanni ko'ziga qarab qo'yibman. Keyin esa polni g'orda chegirib ketdim va mana bizani birinchi olmosimiz. O'sha biza full temir bo'ldik. Keyin esa bu yerdan astagina siltashga qaror qildim. Keyin esa g'ordan olib chiqqan hamma narsalarimni pishirishga qo'ydim. Va o'zimga yangi pickaxe yasab, mana portalga qarab bordim. Va bu portalda obsidianidan o'zimga enchanting table yasab yana uxlab oldim. O'sha bizada 11-kun. Keyin esa sal uzoqroqda yana yangi village ko'rdim va uni ham astagina lut qilishga qaror qildim. Xullas dengizda bitta kema bor ekan, o'shani ham astagina lut qilib ketamiz. Keyin kemadan chiqqan xaritadan boyagi o'sha sandiqchani topishga qaror qildim. Va qaraylasizlar, ana shu yerda o'rgataman. Agar kompyuterda bo'lsanglar, F3 tugmasini bossanglar, mana shunaqa narsalar chiqadi. Keyin shu yerdan sizlar 9 topsanglar, mana shu yerdan tikka pastga kavlasanglar, sizlar boya sandiqchani topasizlar. Ana. Agar mana oldin bilgan bo'lsanglar, kommentariyaga yozib ketinglar. Uyga qaytib kelgan paytim bitta aka meni kutib oldi. Keyin esa lava pul topib turib, boom etib suvni qo'yib yubordim va ulardan obsidianni olishga qaror qildim. Keyin esa uyga qaytib ketdim. Uyga qaytib kelgan paytim esa nimagadir uxlab bo'lmadi. Tepaga qarasam bitta aka bor ekan. Eng yaxshi yo'li kravatda bu yerda uxlashmi deb o'yladim. Ertasi kuni esa bu akani men keyin esa uyimni polni yopib chiqdim, boya moblar kirmashligi uchun. Ya'ni bezatib chiqdim desam ham bo'ladi atak. Boyagi obsidianlardan esa o'zimga portal qurdim va oltin oyoq kiyimchalarni yasab turib nezerga bam etib kirdim. Atak buni o'zim ham kutmadim, no mayli. Xullas nezerga kelganimdan maqsad menga ozgina XP kerak edi, ya'ni quartz. Keyin esa kelib narsalarimni astagina enchant qilaman degan paytim nimagadir 6 ta level ko'rsatdi.
kallamga birdaniga tepdi. Xullas menga bookshelf kerak. Bookshelf yasashim uchun esa kitob kerak. Kitob yasash uchun esa menga teri bilan nima edi? Qog'oz kerak. Qog'oz yasash uchun esa menga sugarcane kerak. Значит, men sugarcane ferma quraman. Sugarcane fermani qurish uchun esa menga redstone kerak. Короче, miningga go. Mana va nihoyat fermamiz ham bitdi. Xullas fermam qanaydir o'zimga kichkina tuyuldi, men uni yana ham kattalashtirishga qaror qildim. Mana fermamiz ham bitdi. Xullas endi men bu yerdan o'zimga bitta temir ferma qurish uchun joy ochdim. Mana fermamiz ham bitdi. Endi bitta zombi topishim kerak. Ana shu yerda endi men tezroq blogni qo'yishim kerak, bo'lmasa golem spam bo'lib qoladi. Keyin esa qishloqdan bir ikkita villagerlarni olib ketishga qaror qildim. Olib ketmoqchi bo'lib turgan paytim esa xullas ikkitasini bir balo qilib olib chiqdim va uyga keltirib qo'ydim. Keyin esa temir fermaga kelib qaradim va u ishlakkandi. Keyin esa kelajakdagi proyektlar uchun ozgina daraxt chopishga qaror qildim. Keyin esa boya qishloqlarni ko'paytirish uchun bitta joy ochib oldim. Buni ham bitta ferma desa bo'ladi. Уже bizada 22-kun.
Keyingi navbat esa Villager Trading Hallga. Bu narsa nima deb so'rashingiz mumkin. Bu korotchi Emeraldga xullas narsalar almashaki, o'shanaqa narsa, o'shani quraman. Keyin esa qishloqdan yana ikkita villagerni olib keldim-da, ularni kitobcha qilishga qaror qildim. Ana endi o'ta ham qiyin vaziyat. Va nihoyat menga yoqagan kitob chiqdi. Endi bunisiga qaraylikchi. Xullas endi menga ferma kerak, ya'ni string. Xullas keyin bu stringni men emeraldga astagina almashtiraman va cheksiz emeraldlarga ega bo'laman. Xullas ahash payt bu ishlash kerak edi, lekin nimagadir. Korotchi men bir ikkita narsalarni to'g'rilayman endi. Keyin esa qishloqqa qaytib borib, yana ikkita qishloqni olib keldim. Bularni ham astagina o'zim joylariga. Va nihoyat men mending kitobda oldim. Xullas unisidan esa menga Infinity degan kitob kerak edi. Va uni ham astagina. Va nihoyat xullas sigirlar YouTube'da bitta Villager Trading Hall'da ko'rib qoldim va o'shani qurishga qaror qildim, chunki o'zim kasal. Bu Villager Trading Hall uchun esa menga ana endi qurishni boshlaymiz. Qani go 1 2. Xullas men uni qurib bo'ldim. Ana endi bemalol trading qilsam bo'ladi. Korotchi men bu pastdan kelib qarasanglar bitta zombini ko'rishinglar mumkin. Xullas bu zombi nimaga deyishinglar mumkin. Bu zombi korotchi qishloqlarni zombiga aylantiradi va men ularni davolayman qaytib. Va uje ijod boshlandi. Men bu akamiz o'sha zombiga aylanib qoldi. Yo mayyo. Xullas ancha vaqt o'tgandan keyin temir fermaga kelib qarasam,
U ishlamayapti ekan. Bir necha kun o'tgandan keyin chiqib qarasam, xullas boyagi bratanga qarasam, tuzalib qo'ygan ekan va narsalarini bitta emeralddan qilib qo'ygan. Qanday ba? Keyin esa YouTube'da yana bitta video ko'rib qoldim va uyimni buzib tashlashga qaror qildim. Xullas men yangi uyimni Village Diondan qurmoqchiman, chunki qaraydir, yoqdi shu joy. Bu narsalar esa meni yangi uyim qurish uchun kerak bo'lgan narsalar. Keyin esa temir kiyimda yurib chimiqib ketdi va olmos kiyimlarimni kiyishga qaror qildim. Ha, to'g'ri. Xullas sizlarga men buni qilganimni aytmadim. O'sha biza full set olmosmiz. Mana mamada ko'rishinglar mumkin. Aka kuchaytirib hamma olmos narsalarni ochib tashlagan. Xullas menga yana ozgina daraxt kerak ekan, o'shalarni ham olib ketamiz. Va mana uyim qurishga kerak bo'lgan hamma narsa. Bular esa tagdagilar ortiqchalar. Endi navbat esa hamma narsani polni ko'chirib chiqish. Xullas narsalarni ko'chirib chiqish uchun esa menga bitta storage room kerak. To'g'ri, ko'p narsani inglizchada aytyapman, agar bilmasanglar uzr.
Xullas sigirlar o'sha beg'ini sal tezroq qo'raman, ya'ni tezroq o'tkazaveraman chunki bu videoni yasashga bir 450 yil ketdi, tushunasizlar degan umiddaman. Короче, mana bu joy yangi villager trading hall uchun. Xullas mana Короче, o'zimga bitta mana bunaqa akachadan ham qurib oldim. Xullas endi men cheksiz ovqatga ega bo'laman. Endigi navbat esa men bularni olib ketish. Xullas mana bu joy boyagi string fermani qurishga. Keyin esa jigarlar bitta narsaga qiziqdim va men mol ferma qurgim kelib ketdi. Bilmayman nima qurgim keldi. Xullas, o'shani ham quramiz ana shu yerdan. Va mana men o'sha mollarni astagina ferma ichiga kirgizyapman. Va mana mol fermamiz ham bitdi. Xullas yerlar bir payt men bu akaga kelib qarasam, ko'ki sotyapti ekan-ku. Bu brat yoniga qaytib keldimda, astagina ana endi bizda cheksiz pichina bor. Xullas bu bratni levelini oshirdim va astagina oltin sabzi berayotgan qildim. Endi bizda cheksiz oltin sabzilar bor. Xullas ertalab turdim va sandiqni ochib qarasam hech nima yo'q. Keyin esa astagina eshikdan chiqdim va o'zim qurgan narsalar bilan mahv bo'lib ketayotgan paytim esa xayolimga yo'l qurish kelib qoldi va boshlab yubordim. Короче, jigarlar men bilan o'zimga men baliq tutadigan joy qurishga qaror qildim. Nimaga qani go.
Короче, chegirlaman men tavuk ferma qurgim kelib ketdi va o'shani ham qurib yubordim. Bu ferma senga nimaga kerak deb savol berishinglar mumkin. Men ham bilmayman. Просто так quryapman. Va mana o'sha fermamiz ham bitdi. Ana endi ozgina dekoratsiya qilib chiqamiz. Mana bunaqa hamma joylarga. Keyin esa jigarlaman, o'zimni basharamni qurgim kelib ketdi. Nimaga qurgim kelganini o'zim ham bilmayman. Qanaydir chiroyli ko'rinadi dedimda, mana shu basharachani qurdim. Xullas mana shu yerda ozgina adashib ketibman. Mana bunaqa qarangmi? Mana bunaqa qarang bo'laygan. Endi hammasini boshdan qilamiz. Ana endi ko'ramiz qani. Qanday chiqdi. Yo, deyishga uncha arzimaydi-yu, no. Bo'la. Ana endi ana şeydan turib bitta screenshot olsak. Ye. Uzoqdan ham qarasa chiroyli ko'ringan. Menimcha. Keyin esa menda ozgina bor mil bor ekan, o'sha bilan o'tlarni o'stirib chiqishga qaror qildim. Xullas shigerlar videomiz shag'la tugaydi. Endi sizlarga bir ikkita chotki kadrlardan ko'rsataman.
Xullas jigarlar, videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Agar bir ikkita kamchiliklar bo'lsa, uzr so'rayman. Bu meni birinchi marta mana bunaqa videolar ishlashim. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib ketinglar.